Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Muhammad Otajon Bohir. Bugun kanalga xush kelibsizlar. Yangi videoyimga bugun 13-qishloqdamiz. Uning uchun kanalimga like va obuna bo'lib qo'ying va bundan yaxshi video bo'ladi. Hayır. Mana men bu yerdaman. Короче, do'stlar, menda pistolet bor. 92 FS'li. Nimaga desalaring, Beretta 92 FS'li. Nima uchun desalaring, chunki bu yerga yangi boy keldi. Hozir ko'rsataman uyni. U boy meni hamma narsamni tortib mana bu uyga joylashtirib qo'ydi. Judayam bob izlandi uyiga. Shuning uchun men alamimni olmoqchiman. Mana shu uy meniki edi. 13-qishloqda chiroyligina uyim bor edi, lekin bu mening uyimni olib qo'ydi. Bunga qanday chida olaman? Sizlar ham ayting do'stlar, mana o mashinalarni qarang, bu boyligini shu yerdan bilsa ham bo'ladi. Men hozir mashinamni ko'rsataman. Askarlarni qaranglar ko'pligini. Men hozir mashinamni ko'rsataman. U ham mashina ham emas. Menga shunaqa kunlar ham keladimi ya? Men shunchalik zo'r uyda video olaman desam, shu boy kelib o'tiribdi. Mana shu Isir davlat nimadirdi 1955-yildagi mashina bor. Bu mashina emas, motosikl. Mana qaranglar, qirt qiladi xolos. Mana qaranglar, uning hozirga kirib qo'yaman. Görüyorsunuzlar. Shunday yuraman. Mana shu tebranib, tepsa termilmas. Mana bu yerda askarlar turibdi, boyni qo'riqlagani. Hali men buni chopaman juda qattiq. Hozir men shuning uchun pistolet oldim. Hozir hamma narsani buyurtma beraman da, kiranglar kompyuterda. Keyin sizlar bilan ko'rishaman. Hozir soxtili o'tirishdi qani? Yo'q, o'tirish yo'q, amana. Mana hozir buyurtmalar beray. Mana menda chiroyligina kompyuter bor. Mana buyurtma beramiz. Ungacha sizlar kutib turinglar. Qachon kelarkin endi? Operator bog'landi. Alo, bu Muhammad Botirmi? Ha, nima? Men operatorman. Hozir narsalaringiz uyingizga kelyapti. Jicha kutsangiz bo'ldi. 5 gacha sanang. Hop, 1 2 3 4 5. Bo'ldi, chiqaring. Bo'p, tayyor. Ben boshqalarga qarashim kerak. 5 gacha saradim, chiqarib ketdi. Kelib qoldi bagatur. Bu nimasi? 5 sekundga kelib qoldi bu. Bu qatay keldi. Osmondanmi? Do'stlar, pulim anchada endi ketdi anchasi. Endi bular qaranglar. Bu shunday boylik bo'lsa. Bo'ldi 5 chiq. To'xtanglar. 1 sekunddan keyin ularga jalba qilib qo'ymasam bo'lmaydi. Hamma narsasidan. Ha? Bo'ldi do'stlar, mana bo'ldi. Mana shular 100 talilar qilib oldim. Mana 99 ta hozir bitta olib yurdim beri. Bo'ldi, hamma narsani to'g'irlab berishdi. Endi hech narsa qolmadimi? Bo'ldi. Mana Muhammad Botirning uyligi bilinib turibdi. Mana bitta seyflarim bor. Seyfimni yashirib qo'yaman agar pulni qilib qo'ysak, kodli qilib qo'yaman. Kodni shuncha ochib qo'yaman-da. Keyin tez olaman. Bo'ldi, mana 2 talik, chunki ukamam bor. Ukamam o'ynamoqchi bo'lyapti. Bu yoqqa to'shak juda uzoqda. To'shak. Bu divan emasmi? O'zbekcha qilib olganman, o'zbek endi. Mana bu yerga burger zakaz qilib qo'ydim. Bo'ldi do'stlar. Tashqariga chiqish kerak. Soat nechida hujum qilsam bo'larkin buni oldi. Ko'rib askarlarni yengilamanmi? Yo'q, men hozir bitta askarni yiqsam qo'lingni ko'tar. Nima deyapsan?
Qo'ling ko'tar. Qo'lim ko'tarmasam-chi, otib tashlayman. Menda ham avtomat bor. Na. Oy! O'ldi. Vau, juda katta asturadi, qo'rqmanglar. Mana bu do'stim, asturadi bu. Ye, bu yoqqa. Bag bo'lib qolgan narsami buni qaranglar. Bu qanaqa mashina? Agar hozir mana bu mashinalar baribir boydikda men ololmayman. Agar yo'q lekin uy bilan hamma narsani tortib olaman. Buni o'ldirib tashlayman. Men ketdim, kechgacha yotaman. Endi boshqa narsa iloji yo'q. 5 daqiqa bo'libdi, boshqa iloj yo'q. Uning uchun chiqishloqda. To'xtanglar do'stlar, men tuyman cho'ta boshqacha desalaring, 1:21 desalaring, nimaligini bildilaring. Albatta, Qirollik seriali chiqayapti. Uni tayyorlanyapman. Keyingi video ikkinchi fasl bo'lishi kerak. Uning uchun yaxshigina oldin ko'rsin va ikkinchi qismini olamiz. Qirollik 100 tadan oshib ko'rdi birinchi videoyimni. Shuning uchun ko'ringlar, qirolligini ko'rmagansizlar, bu dunyoga kelmagansizlar. Qirollik zo'r. Bo'pti, unda men jiddiy uxlay, ungacha videoni to'xtatib turaman. To'xtatib turay. Bo'ldi, videoni yoqdim. Hozir qanaqa payt? Shom bo'ptimi? Soat nechi? To'xtanglar. Men hujumga borishim kerak aytmoqchilar. Do'stlarni tayyorlab olamiz yaxshilab. Uyg'on qishlog'i. Mana shuni bosamiz. Uyg'on qishlog'i. Endi yo'qol qishlog'i. Nima uyimda nima qilyapsan? O'zingni uyingda ochiq. Yopiq. Bo'ldi do'stlar, endi eshikni yopamiz. Endi bu yerda yaxshilab 100 talikni olamizda. Hozir otamni ko'rishmayapti. Hozir yaxshilab o'g'izimni chiqarib pasaytirib olaylik. Voy, u qos qoldi-yu. Bildirmasdan jiddi parametr. To'xtanglar do'stlar, tepaga chiqib olamiz. O'shanda yaxshi bu yerda qaranglar, katta ochib qo'yishdi. Nimaga ochib qo'yishgan bilmadim. Sen boy ekan uydamisan, boy aka. Boy aka, u meni uyimiz tortib olgan odam. Avtomatini ko'rding, bo'ldi. Avtomatini ko'rdingsan. Bo'ldi do'stlar, boy ichkaridami? Boy. Bo'ldi. Boybek, qalaysan? Hozir betingga otaman, askarlaring ham yordam bermay qoladi. Boqsana. Meni o'ldirma. Uylari berib boqsang uyda. Bo'pti. Bo'ldi. Sen kim baqay, seni o'ldirib tashlayman. Senlar ham ko'rishdingmi? Kimgadir aytsang o'ldiraman. Qananu. Kim? Birga biri. Menda avtomat bor. Avtomatingga sani. Bo'ldi do'stlar, avtomatlardan shu bitta pistolet qoldi. Kimningdir qimillasini otaman avvalo. Bu haqiqiy bosmana shu mod kimgadir kerak bo'lsa, albatta do'stlar, kimgadir kerak bo'lsa shu mod Telegram kanal orqasidan tashab qo'yaman, hali tashamayman. Mana boyni. Voy, qaranglar, ikkita.
ikkitalik michaka bu boymi? Boy aka edi. Oldi. Qani. Jitellar, hammaga aytib qo'yish. Endi bu yerda egasi, bu uyda egasi, mana mashinalar egasi, bu rayonda egasi menman aytib qo'y. deyapti. Qani eshik ochaylik-chi. Qani do'stlar, bu uyni qarang. Bu nimagadir boshqacha. Do'stlar, mana buni qaranglar. Do'stlar, butun qishloq sotib olishga pul yetadi-yu. Aytmoqchilik, undan keyin boyda bitta do'kon uchun pul ber, o'sha uyimni sotaman mayli senga deganimda yo'q degan edi. Endi meni aytganimni qiladi agar tirilib qolsa bu qishloqchada. Endi men doim pistolet olib yuraman, unda bular bo'lmasa ekan, hammasi menga o'sha, nima oldim? Baribir hozir nima qilaman bu yerda? Endi do'stlar, bunaqa narsalarga nima qilaman? Albatta bu narsalarga butun qishloqni sotib olaman. Va qishloqni sotib olganimdan so'ng nima qilaman? To'ppa-to'g'ri. Men shu to'rttasini olsam bo'ldi. Qishloqni sotib olgandan keyin mer bo'laman. Mer bo'lsam, shunda hammasi meni merjonim qarisiz deb yugurishadi orqamdan. Bu avtomatlarda qo'yib qo'yamiz unda do'stlar, bular xavfli. Kimdir qo'liga tushsa bo'ldimda do'stlar, endi joyimga qaytaman-da. O'sha uychamga, kulbachamga. Bularni zombilar anaqa qilib qolsa, o'shanda ishlatamiz. 7 ta seyf bu yomon zo'r bola ekan. Chiroyli bola ekan. Mayli, pistolet o'zimda turadi. Yana kimdir bir narsa qiladi, baribir ular anaqa qilib seyf bu yerga. Bu seyflar bor. Bitta ham ketmadim hozir. Bu. Короче, bitta seyfim bor. Seyfimga bir narsalar qo'yib qo'yaman deyman. Unchalar qo'ymayman. Endi mashinalar nima deysizlar? Ertalab bo'lyapti ekan. Timesda qo'raman baribir do'stlar. Men bo'ldi, boyman endi hamma gapimga kiradi mana. Men senga mana stulni beraman. Rahmat degan. Rahmat degan. Rahmat. Rahmat demayapsanmi? Mashinam bari mashina. Mayli do'stlar. Короче, mana eng zo'r lider mashina 07 mi? Bu nima balon 07 ekan. 07 mi minaman, yana qayerga ketaman. Zo'r bo'ldi-ya, politsiyachilar mashinasi ham bormi? Mayli, o'zimga bitta shirkat sotib olaymikin. Bitta kreativ bo'lib, kreativ sotib olib. Bo'ldi, endi men boyman mana. Do'stlar, meni odamim qaranglar, bir go'zal odamman-da, qaranglar hozir. Bir go'zalman-da, joy go'zal. Hozir mashinalarni ham chiroyli qilib sotib qo'yamiz. Endi unaqa sotqin emasmiz. Sotib olamiz pulga. Endi hozir mashinaman, qanday nima qilaman aytinglar. To'xtanglar do'stlar, videoni to'xtataman. Keyin bitta joy quraman va sizlarga ko'rsataman. Bo'ldi do'stlar, bu qishloqning meri, haqiqiy merman. Do'stlar, nimaga aytsalaring, men 1000 so'm ham bermasdan mer bo'ldim. Qandoq desalaring? Albatta, men unga juda yaxshi qarz bergan ekanman. O'zimcha hali boyman dedim-da, molman degan ekanman. Boyman deyodim. Boy aka, iltimos men kechiring, shu qishloqda bu masiga bera olaman deb yig'layotdi. Keyin
Mayli diyordum. Alda boyman diyordum da. Deb yig'lagandan keyin qizarib, keyin bervordi. Qishloq bilan mani garajda ham qurdirib bervordi. Garajda ham o'zi qurib berdi. Ancha qarz bor shekilli, hozir so'rab ko'raman. U bitta qishloqdan ham qimmat shekilli yig'layapti. O'shanda ham rosti katta rahmatlar dedi. Menimcha u mendan katta qarzi bor. Mana u politsiyachi qoladi mashinasi. Agar men uni minelichi narsalar ko'p bo'larmikan-da. Oddiy oraskan-u. Mayli, hozir ko'ramiz. Qora mashinalarim, yashil mashinam, ko'k mashinam bor. Bu mashina kerak yo'q ekan. Mana shuni olamiz o'zimga. Va qolganlar sotib yuboraymikan deyapman. Shunaqa mashina mod kerak bo'lsa, albatta yangi kanal olsam, Telegram kanal olsam o'shanda tashlab qo'yaman. Uning uchun do'stlar, kanalimga yaxshilab obuna bo'linglar. Obunachi ko'paysa, 10 ta obunachi yig'sa, 10 ta obunachimiz 11 ta obunachi bo'lsa, o'shanda bitta Telegram kanal ochib qo'yaman. Yana do'stlar, iltimos shu videoni ko'ringlar oxirigacha. Bitta videoda bitta ham zo'rg'a bitta prosmotr chiqyapti. Shuning uchun bitta obuna bo'lib bo'lmasalaring bo'lmaydi. 3-chi mashina manatga 4, 5, 6-chi mashinaga chiqsalar ekan. Menimcha hamma mashinalar ketadi menimcha. Mana shu yashil mashinani olamiz birinchi. Chunki yashil mashina bu paytda eng zo'r mashina bo'lgan. Ana orqalashgan ko'rinib qopti. Do'stlar, tuning qildiraman desam, bitta ham modi yo'q buni tuning qilishdi. O'sha uchun tuning qildirmasdan turaveramiz. Nimaga bu qimillayapti desalaring, chunki buni g'ildiraklari aylanadi. Mashinani o'rniga turarkan-u. Sal orqaroqqa tursak, mashina tursa, qani urmayaptimi? Sal kirish kerak-da bu manaroqqa. Hozir orqaga olamiz, sal orqaga bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar, bu Java versiyaga o'xshaydi-yu. Mana hozir nariyoqqa mashina qo'ysam, do'stlar, mana ashincha mashina sig'dirayotganman, men o'chaman. Endi qora mashina ham 07 ham zo'r mashina, 07 ni minib olib, tagiga kalit, beliga kalit tosib olib deganni eshitganmisizlar? Eshitmagan bo'lsalaring, mana mendan eshityapsizlar-da. Orqaga jicha orqaga bo'ldi. Tayyor. Mana bitta mashinaga aynan joy qoldi. Buni orqasi buncha katta. Do'stlar, mashinalar sig'yapti. Do'stlar, endi men boyman, endi xohlagan joyimga sig'diraman. Mana yangi odamman meni endi. Minnav. Noy. Bo'ldi. Mana bu yerda o'zim oddiy mingan mashinacham turaversin. Yo, bu sizda qaysilar yurarmikin? Do'stlar, 07 ni minib olib, beliga kalit osib olib, degan qo'shiqlarni qaytarib yuboramiz. Buni yonga yuramiz, to'g'ri bosamiz endi. Bo'ldi, orqaga. Zavaz bo'lmayapti-da. Wow, do'stlar, mashinalar qaranglar. Bir-biridan chiroyli mashinalar bor mana. Endi shu yerda mashinalar kolleksiyasi. Lada. Mana shu Lada eng kerakli mashina edi. Qishloq to'la mani mashinalarim ekan o'zi, do'stlar. Mashina qo'yish bilan vaqt o'tyapti-yu. Lada. Savdochar nima kerak bor menga? Pul beradimi savdochar? Bo'le. Lada. Chiroylikgina Lada. Lada. Metayar nima u tazagan, tazamas u.
Mana chiroylikgina boymiz, biz boymiz, endi boymiz. Bo'ldi do'stlar, chiroyli bo'lib qoldi. Shu joyga rasm yopib qo'yish kerak meni. To'xtanglar do'stlar. Shu joyni videoda rasm. Bo'pti do'stlar, unda hammaga ko'rishguncha